Men ko'ryapmanki, ko'zingizda shishlar bor, qorayish bor. Bu ko'proq charchoqdan bildiradi va sizda agar bu shishlar doimiy bo'lmasa, birinchi navbatda u birinchi etapga kiradi, birinchi bosqichga kiradi. Buni bitta maza aytaman, aptekadan olib sursangiz, sizga sразу yordam beradi. Ya'ni doimiy bo'lmagan, sizni birinchi bosqichga kiradi. Agar sizda уже doimiy bo'lsa bu shishlar va qorayishlar, mezoterapiya muolajasini maslahat beraman. Agar sizda уже shishlar juda ham katta, qorayishlar butun ko'z atrofida bo'ladigan bo'lsa va shishlar doimiy sizda osilgan holatda bo'lsa, u 3-darajaga to'g'ri keladi, lekin uni уже blefroplastika yordamida xirurgga borishni maslahat beraman. Vrach-kosmetolog sifatida birinchi, ikkinchi bosqichni davolab bera olamiz. Lekin juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, albatta xirurgga jo'natamiz. Doimiy sizda shish bo'lmasa, mana uxlab turganingizda ozroq shishlar bo'ladigan bo'lsa, bu vaqti bilan sizda bo'ladigan bo'lsa, men aytganimdek aptekadan o'sha maza olasiz, surasiz, yarim soatda shishni yo'qotib beradi. Bu maza nomi Relief maza, buni istalgan aptekadan topishingiz mumkin. Ayniqsa bu sos mazda, misol uchun bayramlarga boradigan bo'lsangiz ham, sveji ko'rinmoqchi bo'lsa, surib qo'yasiz yarim soat oldin, sразу yo'qotib beradi.